Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Şinjan Xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romani. Bu roman Belqut shirkatida ovozga elinib, Belqut to'rdan o'tildi. Mana hozirmi ota-bola ikkisi choy ichib o'tirib, yana bir-birining chiroyiga qarashdi. İçidekilerini bilsin, bilmezki selip jim bo'lib erishdi. Şoňa Abu Bekre koyun yançıgıdan kol yağılıqqa oralgan yanaqbek xroinni chiqarib, echib qaytib ko'rdi. Va mushu 3-4 ming so'mlik narsani qadrdan badi deb maqtandi. Mehribonning nazarida u maqtangudek narsa emas edi. Biroq ba'zilarda dadisi xumari tutib, varqirab jarqirab to'lg'inib, o'zini uyon bu yonga o'rib, ko'zlarini cheksaytib, yolg'irg'il tusa. Tanqislikda qolgan mehribon nima qilarini bilmay barmoq, lavlarini tishlab qon tetdi. Shunga u pirislangan xiroyinni ko'rib, bir necha vaqt tanglik azobini tatmaydiganligidan xush bo'ldi. Qadrdan boyvachcha, dedi Abu Bakri mag'rurlangan holda. Bah. Ajab mard, xotinbek bo'ladi. Odamning qadriga yetadi. O'zini chekkashga degandi. Mehribon qopiqini turdi. Kichik turib, uningga chekishni kim qo'ydi? Xumaysa qizi. Har qanday pul topgan Beyzoda xonimlar buni qiladi. Chunki to'sliqdan sho'xlik kelib chiqadi emasmi? Emse sizmi pul topgan boymi? Mehribon Nuhbel pul xazinasi. Siz nima ish cheksiz? Endi qizi. Yaqin yo'riqlarning kayniga kirib, o'ginib qopdimi? Abu Bakri ishchidikini deyolmay turadi. Qana qizi. Men qadrdan bilan so'zlashib baqaymi? Nima so'zlashib baqsiz dada? İşkanlarning to'yishinchi qizi. Voy xudoyim, to'y deganda atirib so'z ochadigan. Mehribon qizirib ketdi. Siz ojibsiz. Qizni arzon qilib, yuzini to'kib, er kishining oldiga borgan dadini anglab ekanmi? Abu Bakri gapni tutilib qilib, ko'zlari g'ilpolladi. Yana qizim cho'ng bo'pti deb ko'ngli echilibmi qoldi. Onun bu qitimqi er tepişi mehribonni taloq qilib, o'zining o'linishi uchun yo'l etishga qirganda. Itning ko'zi so'ngakda bo'lgandek, xiroin chekadigan millioner boyga oti bo'lishdan iborat boylik xazinasiga ega bo'lish edi. Bu yomon g'araz mehribon uchun sir emas albatta. Ammo Abu Bakri tunji qadamdala savzdan xabar yo'q, ko'rish dam yeb qolgandek qadrdonga tegamsiz degan nimasi? Bundaq eg'i bilan beg'ining tayin yo'q ishqa qizini sayiqsiz saranglama kelib ketdi. Shuning uchun Abu Bakri xato olgan qadamini ro'slab, boshqa ko'chadan aylanib ketishga majbur bo'ldi. Uningda qizimni ma'quli degizib olsam, ko'ngli yumshoq qadrdonni yelinib yolvorib, bechora holatga kirib olib, oxiri ertiman degan ishonch bor edi. Shunga u qo'rqmayla yolg'ondan birini to'qidi. Qizi, qadrdon boyvachcha, uyga mehmon boshlab kelsam yoki to'xtam tuzdigan savdogar, xo'jayinlar tarabbo kelib qolsa, oldiga lappiri chiqadigan, choy pay qilib hardoq so'raydigan odamim yo'q. Shunga qo'li aplik bir xizmatchi qiz lozim edi degan edi. Hamsa buningga ra'yingiz qanday? Yolg'on aytmang. Siz bu gapni ko'zingizga urib topdingiz shundaqmi? Dedi mehribon dadisining chiroyiga gumon bilan qarab. Undaq boyvachchilarga qiz yo'qan kammi? Voy, rostaymi qizim? Abu Bakrning ovozi borgan sari muloyimlashdi. Texi u uy deganni vaqti tozalab turmasa, to'bi besib ketadigan deydi. U degani to'g'ri,
Öy deganni bir haftalık tozlamasa, ig'ilga aylandi. Happalle. Mana bildikansiz-ku. Qadrdon boyvacha meni o'qishib boqqan bo'lsinlar degan edi. Onidan keyin qolgan bir qiz uchun dadining qo'li qarab yashash to'liq hijolatchilik turmuşdur. Qiz bola nurg'un so'zlarni, turmushdagi eng nozuk ishlarni dadiga deyolmaydi. Uning ustiga er uchun xotinsiz turmush tuzsiz taomdek ta'mi bo'lmaydi. O xotinni, xotin erishni o'ylagan sari, qisqasi, xotin otliq jin chaplashgan sari qizi ko'ziga sat ko'rinishga boshlaydi. Eng bo'lmaganda bu qizdan yo'shurun ba'zi ishlarni qiladi. Oqibat bir kuni bo'lmasa bir kuni qizining ko'ziga cheriqib qoladi. Har ikkisi azob o'chiqida o'rtinadi. Aqlliq mehribon oxir dadisiga yolg'izlik sharoiti yoritib berishni o'yladi. Amsa dada, ish haqim to'g'riliq hargiz gap ochmang-a? Mehribon tamkin so'zlab o'tadi. O'zi so'rgan taqdirdami, o'zlari bilib ba'silimi, ba'mislimi mayli deb turing. Agar unda qilmasangiz, men baribir uqib qolaman. U chog'da ikkimiz urushib qolamiz. Uqdim. Mehribon ishkarki uyga kirib yetib qoldi. U bayila qadrdon so'ygan lavlarini asta siladi. Silg'an sira tolchilikdek nozik tinni qiziq bir eqin ko'ydirib o'tdi. Mehribon qadrdonni yaxshi ko'radi. Buningga shak keltirish ne hojat. Ular bundan 3 yil ilgari o'sma kasalliklar doktorxonasiga ketadigan tor ko'cha eg'izda uchrashib, tasoddifiy tanishib qolganda. Qadrdon 14 yosh, Mehribon 11 yoshda edi. Bu muloyim qiz ko'nglida ajab chiroyli bola ekan degan uqum bilan cheklangan bo'lsin. Lekin bir necha yillargacha esidan zodili ko'tarilmadi. Vaqtni unutildirilmadi. Shundaqdimi qismat bir sinab baxmoqchi bo'lgandek bir yilning oldida ular avtobusda yana tasoddifiy uchrashib qoldi. Qadrdonning sin-sifati qalbiga muhr bosgandek o'yilib qolg'ashqimi. Mehribon birli qarab tunib oldi. Qadrdonmi, siz mehribongu deyman deb so'radi. Mana bu ikkinchi qatimlik uchrashish qadrdon bilan mehribonning yuragida shirin tuyg'ularni uyg'otdi. Undaqda mehribon zodi nima uchun o'zini qochirib keldi? Allah ko'ngliga solgan ulug' va shirin tuyg'uni tark etib, nima uchun o'zini qiynaydi? Qadrdonning uy olganligini bilib turibmi? Nima uchun biror qatimni uni ko'rgili, muborakligini bormadi? Hatto qadrdonning aholi rayoniga necha qatim izlab borganligidan xabari bor. Texi bir qatim qadrdon o'chiq turgan qo'shqanot darvozaning oldidagi yo'lda ketayotgan bir odamdan mehribonni inchki tasvirlab so'rgan qurt xazinasi. Mehribon derizdan uni kuzatib turgan edi. Qadrdon bo'yin qisib ketgandan keyin mehribon necha kunlargacha yig'lab yurdi. Mehribonning bunda ko'zga ko'rinmas sirliq zanjirlarda bog'lanib, o'z baxtidan kechishga sabab bo'layotgan birli omil dadisi Abo Bakri edi. Xiroin chekadigan bir mal'unning qizini kimni qo'rqmay, ansirmay qanot ostiga olsin. Hammaning ko'zi ko'rib, qo'lqi anglab turibsa. Xiroin chekuvchi bir yovuz necha 10 yillik oilani vayron qilib, kulini ko'k to'zitayotmamdi. Hatto o'zini tug'ib, osh berib cho'ng qilgan onasini, yo'qdan opridi qilib dunyoga to'raldirgan dadisini o'ltirganlar yanada shu oq tutun shaydonlar. Moshundaq ekan, begunoh, g'uborsiz qiz o'z baxtini qurbon qilmay mumkinmi? Aslida mehribon qadrdonning uy xizmatchisi bo'lishga ro'yi yo'q edi. Lekin qadrdonning xiroin chekadiganligini bilgandan keyin ko'ngli taskin topdi. Albatta, qari odamni sen qara deb aybga bo'yrishi aslo aqlga sig'maydi. Abo Bakri
tömürni qizliqidi soğuq degan tamsilni bakarak bilamdi. Әтсе do'konni baldırarak yig'ishtirib Qadrdonning uyiga keldi. Ish qo'shiqmas bo'lib kelayotgan Qadrdon bugun bir kun hech yerga bormagan edi. U Abu Bakrni divonga taklif qildi. Çaydandan istikonga choy qo'yib, tatliq to'rimlarni choy shirasiga elib qo'ydi. Raskatni qilganda u heroin chekadigan qeri bangin emas, balki Mehribonning dadisini kutib oldi. Abu Bakr aka, choy isila. Uyda ayol kishi bo'lmagandan keyin Shiramo qattiq qo'rqib qoldi-ku. Happalle. Men ashu tangliklarni hal qilish uchun kirdim. Voy, shundaqmi? Bu bir xo'sh xabarga emasmi? Abu Bakr qizi Mehribonni uy xizmatchisi qilib berib, Qadrdonning turmushidan xabar oldiganligini aytganda, Qadrdon anlaganlarga ishonolmay qoldi. O Mehribonning bundoq ishga osonlikcha, ma'qul demaydiganligini biladi. Endi ma'u kulbangi bir kunlik heroinning xo'shligida qiziga zo'rlik, zo'mbulik qilganligidan sal gumonlanib qoldi. Abu Bakr aka, Mehribon o'zi qo'shildimi yoki sizning majburlashlari bormi? Dastlabda qat'iy unmagan edi. Abu Bakr qisqa yutilib qo'ydi. Keyin sizning hurmat inovatlarini, sehiy saxovatlarini so'zildim. Andan turmushlardagi qiyinchiliklarni bir-birlab o'tirg'i qo'ydi. Majburlanganli bo'lsinlar bo'pti. Ishonmisizlar? O'zi kelgandan keyin so'rab baqsizlar. Bundoq deyishim, men Mehribonni obdan tushunaman. Shundaqmi? Ajiba. Men Mehribon bilan 3 yil oldin tanishgan, lekin keyin uchrashib turmagan. Abu Bakrning og'zi ochiqlik qoldi. U ko'zlarini chimchiqlatib, pat-pat burnini tortib qo'yib, ketib qolgan edi. Abu Bakr Qadrdon boyvachining esil fazilati, mardligi haqida qancha-qanchalab so'zlamadi. Lekin Mehribon go'yo uni tonimaydigandek parvosizlik anglaydi. Ba'zida anglab bo'lib, dadasiga ta'tir qaragunicha, "Dada, men kirib yatay" deb kirib ketadi. Ammo Abu Bakr tun nisbirlarda uyg'onib qilib, ishkarki o'zidan anglayotgan cho'nqur tinchlarni anglab qoladi. Haras. Mahaldagilardan keyinchi bir yigitning Mehribonni izlab nechqatim kelganligini anglab, qizdan so'raganda Mehribon "Men nadim bilay, balkim maktabda birga o'qigan savodoshlarim bo'lsa kerak" deb mujmal javoblar bilan cheklangan edi. Buningga qaraganda ular koni tush, koni oshlardan ekanda. Barakalloh. Bu pishib qolgan oshgan bu. Bo'pti. Bir necha kun uy xizmatchisi bo'lib tursin. Kim biladi? O'ylamagan yerdan qo'sh qilib qolamdi tehi. O chaqda nikoh qilib qo'yishni o'zlari talab qilishi turg'anligi. Bah. Xudoyim berdi. Qadrdon boyvachi degan ig'inisi tangi to'kildigan daraxt. Uningda kuyo'g'lim turganda chekinlikdan nima g'am? Abu Bakr aka, qani choy isizlar? Qadrdonning ovozidan qeri bangi cho'chib ketdi. Undaqda Mehribonning oylik ish haqi to'g'riliq bir nimda baxmamlar. Yo'qsa. Qizim sizlardek bir sehiy saxovatchining xizmatini qilsa bo'ldi. Abu Bakr beshini chayqadi. Ish haqi elishni ota-bola ikkimiz asla o'ylashib baxmadik. Faqat ertasi oqshimi sizlarga hamroh bo'lib, sizlarni zeriktirmay uyning hudisidan chiqsa bo'ldi. Qadrdon birdilla tangirqab qoldi. Ertasi oqshimi hamroh bo'lib, sizlarni zeriktirmay degani nimasi? Bu yo'g'i yetib qolgan qizining xotini yo'q bir bo'ytoq bilan kech-kunduz birga bo'lishiga ko'ngli chidaydigan qandoq ota u? Mehribon buningga hargiz unumaydi. Qadrdon chandurmay chekib baqdi. Mehribon
ishga qo'yib o'tirsiz qatnab, jafo chekib qolgan bo'ldi-da. Voy, bu nima deganlari? Abu Bakrning o'ri ko'zlari chimchiqladi. Atigan saharda nosh tayyorlaydigan ish. Kech taraflarda ishdan herib etib kelsizlar, put-qo'llarini tutib qo'ymish bo'lmas. Mehribon, yetib qo'qidek uyg'o baxdi. Ba. Bir mehmonxona, 4 hujra bor. Ko'ngli xolig'ini yozsin. Mana bu Dilqut xazinasi. Abu Bakr o'rnidan turdi. Kecha bir vaqt bo'lib qopti. Men endi qaytay. Qadrdon Abu Bakrni uzitib chiqib etib, agar bir chekim xroyinga pul topolmagudek holiga tushib qolsam, men bu ashundoq numussiz oti bo'lib qolamanmi deganlarni o'ylab, butun vujudi birdan muzlab ketdi. 19-bob. Solg'un chiroy. Ko'zlari o'ltirishgan. Xelidek jo'dab ketganlikdan ingaklari ushlanib, zangaq so'ngaklari o'sib chiqqan qadrdan O'snarxon jannat ne'matlari oshxonasiga elang-selang kirib kelganda, Zulay ushqanda kelib uni yo'lib oldi va boshqalar uningga diqqat qilib bo'g'icha qo'ltiqidan yo'lab orqa hovlidagi hujursiga elib kirib ketdi. Zulay uni ko'rpiga avaylab yotqizib, sovuq choy ichirdi. Lingini ho'l qilib yuzlarini surtdi. Qadrdan shundala sal asliga kelib, Zulayning qo'lini tutganicha rahmat deb qo'ydi. Qadrdan, mashinamiz qani? So'radi Zulay. Siz Xotanga mashina bilan ketgan edingiz-ku? Xotandagi qo'ro bilan mashinani 300 mingga tavba qilib kuttiribdi. Endi Xotanda hech qanday zimin o'ylarim qolmadi. Men sizni bormang desam, bu qatim doğrum keldi. Burun ushtirayotgan ikki qo'ro joyning puli bilan 170 mingni qaytarib olaman deb umidingiz, dedi Zulay xafa bo'lgan holda. Ular sizga 60 mingni bekor ushtirib bermidi? U degan don tashlash chorasi. Siz rostaysiz. Ular qo'ltoqqa dast uchun don tashlasa, men gol bo'lib ketaveribdim. Neyada ushtirgan 60 ming so'mchi? Uni ushtirib bo'lgandan keyin doğu tikadigan pulim yo'q. Avval qo'ro joyni, keyin mashina tikdi. 60 mingni ushtirib o'tgandan keyin to'xtab qolsangiz bo'lmamdi. Siz uqmaysiz Zulay. Qimarning xumarimi, xroyning xumarida qilishmaydi. Endi qilgan ashu akam 5 yil vergan arva. 10 kun ilgari Asad arva Xotandan kelgan qimorvozlardan Ahad Tavka, Emir Uchbarmoq, Ömer G'altaklarni boshlab kelib, o'z uyida qimor uyushtirdi. Bu qavdalmi qimorvozlarning har qatim otgan 4 uyushda cho'y tushib uttiraverdi. Qadrdonning oldiga 1000, 2000, 5000 lab pul yig'ilaverdi. Bir chaqda ular yo'llarini oqtirgan bo'lib to'xtab qoldi. Qadrdonovka, dedi Ahad Tavka. Bu qadam omad bizdan yuz o'ribdi. Yenimizdagi dasmoyning hammasi g'altak chiqdi. Agar ma'qul desang, bugun kechki tomoqdan keyin yo'lga chiqamiz. Davomini Xotanda o'ynaymiz qandaq? Raying bormi? Omad degan o'g'il bola bir keladi. Asad arva qusurladi. Ma'qul degina? 60 mingni uftib olgan odam. Emir Uchbarmoq xirqiradi. Mashinang bilan opirib qo'yasiz, Emir, gapim bodapli qildi ekansa, dedi Ömer G'altak. Qadrdon so'rin ko'rgan bola, o'nchilik ishlarga gerelik qilib ketmaydi. Qadrdon 360 ming so'mni uqtirib etib, O'rimchiga qaytish uchun qatnash bekitib kelganda Asad arva uni uzitib qo'ymadi. Chunki u 3 qimorvoz bilan nagdur o'ynag'ili ketgan edi.
Qadrdon, bugun kayfiyatingiz bek bo'sh, dedi Zulay ruhsiz holda. Mening hujuramda qo'nib keling. Onangiz bilib qolsa-chi. Hech nima demaydi. Hozir menga bekmi amroq. Hozir Qadrdon bozorlarga ancha chiqmaydi. O, ikkinchi oyning 5ida har qaysi shirkat va shaxsiy savdogarlar bilan bo'lgan to'xtamdagi mollarni o'tkazib berib, peshini qoqqancha qoq bozorlardan oyig'in tortdi. Onunga hozir ish ovqat xo'shaqmaydi. Qimor o'ynash, heroin chekish, qiz-cho'qalarning payzini surish bosili bo'ldi. O bekor bo'lib qolgandan beri musofirlar mehmonxonasining 5-qavatida har kuni degidek Aysa Xananjar, Abay Gittar, Abixon Lompa, Zuhur Gasiya, İdris Mudun qatorliq ulfatlari bilan ishtishidi, chekishidi. Ustallarga pulni dovlab qo'yib, majang, shishxol, dödözi o'ynaydi. Shunga o har kunligiga 60 so'm to'layotgan 2 kishilik yotqini qaytarib etmadi. Ba'zida qimor qizib, o'tir kechidan eshib ketsa, o'sha yerda yetib qoladi. Onunsizmi pat-pat qo'nib turmasa, O'snarxon Zulayla uning nada yetib qolganligini so'rashdi qiladi. Hozir Qadrdonda chiqim bor. Kirim yo'q bo'lsa-mu, har kunliga 600 so'mdan 1000 so'mgacha chekadi. Tehe, to'rtaklab utturdi. Hozir uning zimmisida 2 oila bo'lib qoldi. Biri ochiq oshkora gul qo'ygan Zulay. Yana biri yo'shurun nikoh o'qib uyga akirib olgan ayoli Mehribon edi. Mehribon uy xizmatchisi bo'lgan kunlarda garchi Qadrdonning uyida yotgan bo'lsa-mu, o'zini haqiqatan pok tutdi. Chiroyli so'zlari, ochiq istihzolar bilan Qadrdonni izzat topqizib, o'zini tutib olishga majbur qildi. Biroq oradan uzun o'tmay Abo Bakri uyga kirib keldi-da, salopatlik yo'tilib qo'yib gap boshladi. Qadrdon boyvachcha. So'z cho'chak degan yomon meniki. Hozir xalqning og'zida Qadrdon nikohsiz bir qizni uyga akirib oldi degandek bir muncha mish-mish, quloq yoqdi gaplar ko'ch-ko'ylarda eqib yuradi. Buning amalini qilmasak, oqibati yomon bo'larmiki? Buning qanday amali bor? Qadrdon Abo Bakrning ko'ziga qaradi. Men bu shundoq bularni burun sezgan. Axunimni chaqirib, nikoh qildirib o'tayli. Qanaq dedi? Qadrdon ikki tosh orlig'ida qisilib qoldi. O Zulay bilan xotin bo'lish oldida. Mehribon ikkisi yo'shurun nikoh qilib olsa, bu albatta qonunsizlik bo'ladi. Uning ustiga O'snarxon bilib qoldimi? Baloyi ofatning og'zi ochilib, oqibatini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Tehe barliq umid orzusini Qadrdonga otgan Zulay nima bo'lib ketdi? U ichki kuchli qiz. O'zini o'ltirib olishdan yanmaydi. Bo'lmasa Qadrdon chin aqidlik qiz Mehribon bilan bir yostiqqa bosh qo'ysa, ikki olam huzuriga bergisiz baxtini topgan bo'lmamdi. Biroq Mehribonga raskatni qilmay, uni aldashga yurak chidamaydi. Abo Bakrika, Qadrdon eg'ir tindi. Sizlarning deganlari yuragimga olam shodlik ato qildi. Lekin meni to'y qilishga putishib, gul qo'ygan loyiqim bor. 5-oyda to'yimiz bo'lmoqchi. Bu ishdan xabarim bor. Abo Bakri qaytig'imi olmadi. Er kishi deganga 4 xotin ravo. Payg'ambarimizning 4 xotini bo'lgan emasmidi? Har ish kelisi o'z yo'lida ketaverdi. Dilqut xazinasi Mehribonga uqtirmasaqli bo'ladi. Men Mehribonni undoq olmayman, dedi Qadrdon raskatni qilib. Uning roziligini olmasam bo'lmaydi. Mana shuning bilan 18 yoshli Qadrdon 2 xotinlik ari bo'lib qoldi.
pay yostiqlar egiz qo'yilib selingan qo'sh kishilik o'rinda Qadrdon bilan Zulay ish kiyimlari bilan yotadi. Zulay o'ng'isiga yotgan. Qadrdonning belikiga beshini qo'yib olgan edi. U bo'lg'isi erining qo'lqiga bo'sh ovozda pichirlab nemilandir deydi. Qadrdon, uxlab qolmagansiz? Yo'q. Bir gapim bor edi. Hozirgacha ichimdan chiqaramadim. Qani daga, xulqim sizda. Ayting'a, siz biror qiz bilan birga yetib boqqanmi? Yetishga tayyor bo'lgan, lekin yetib boqmagan. Qadrdon Zulayning so'rgan savolidan ko'zdagi yeliqi kechisi ishni qattiq urib, yotiqingizdagi qizni chiqarib eting, soqchi kelyotdi deb ansiz to'g'ilgan odamning kim ekanligini bilib olgan edi. Shunga u bir kechisi Oybeliq degan qizning yotiqiga kirib kelganligi, ikkisi heroin chekayotganda qandoqdir xirxirgan bir ovoz, soqchi kelyotdi deb varqirab, ularni qochirib etganligini so'zlab berdi. Siz Oybeliqni qandoq taniysiz? So'radi Zulay. Bir o'ltirishda Asadkam tunishtirib qo'ygan. Qadrdon haqiqiy ahvolni hargiz deyolmaydi. Mening gumonimcha, Oybeliqni Asadkam avatganmikin deb gumon qilaman. Nima uchun? Shu kuni Asadkam mendan pul so'ragan edi. Men yenimda borni bersam, u oran 400 so'mma biror 2 mingni berolmamsan. Bunda qilsang, heroin chekadiganingni ota-onangni deb qo'yman degandek gaplar bilan qo'rqoq solgan edi. Natayin, sizdan pul so'ragan odam sizga heroin bilan bir qizni avatib nima ketdi? Men shunda qayran. Texi heliqi g'alati to'lgan zodi kimdi? Xuddi og'ziga barmoqini selib olgandek g'arang-g'urung vaqirdi. Bir qizning yotiqingizga kirib ketayotganligini ko'rgan Potamxon ocham shunday qilgandi. Potamxon ocham bo'lsa, qasddan ovozni o'zgartib yurmaydi. Qadrdonning qo'ltiqiga beshini tiqib yotgan Zulay birdan jimib qoldi. Ashu kechida onasi bilan akasining Qadrdonni qasdlash haqida qilishgan paranglari uning quloq tubida qayta jarangladi. O qiz saqchida tilim chaynab yesa, o'zing tutib berasanmiki? Voy ana, ishondaymi? Oybeliq menga 5 qo'ldak ayon, pal-pal qog'oz, so'myoq necha, saranga va heroin bilan tutib berish. Shu qizning plani. Bu kechida saqchi xabar qilsang, ularni tutib ketadi. Ana qanday qilsa? Pul xashlab qutqizib chiqina. Qadrdon bu satchilikning talatuzlagi yelib ketishidan, ota-onasining xabar tepishidan qo'rqib, mening sizg'imdan chiqmaydigan bo'ladi. Hatto bankadagi pullarga men egilarchilik qilaman. Zulay bo'lg'isi eriga lappida qarashi. Qadrdonning uniga ko'z tashlashi to'g'ri kelib qolib, har ikkisi ifodasizda jilmayib qo'yishdi. Chunki ularning bir-birini aldayotganligi ko'ngillariga ayon edi. Qaranglar. Bu pat orada er-xotin bo'lishgan oshiq mashqlar. Qadrdon o'ziga ayon ishlarning hammasini yo'shirdi. Hatto kechasi ishni urib ogohlantirgan odamning kim ekanligini bilib turib demedi. Ehtimol u, "Mushunda qilsam, texmi ishonchlik bo'laman" deb qaragan bo'lsa kerak. Qadrdonga qilingan suiqasd Zulay uchun sir emas. Biroq uni hammani bilib turib bilmasga soldi. Tova. Ular helitin bir-birini aldab, bir-birini ko'ldirlatib, ishki sirni bermasa, er-xotin bo'lib bir yostiqqa bosh qo'ygandan keyin bir umr aldamchilik qilib o'tishami? Qadrdon Oybeliq heroin chekamdika? Zulay Qadrdonga qayrilib qaradi.
Aşı birinin çekse qandaq bo'lgandı? Ha, qandaq? Sizning mi çekkeniz kelyaptimda? Yo'q, o'lsamni chekmayman. Lekin lekin deysiz-ku. Lekin siz menga osiylik qilgan vaqtingizda yoki meni tashlasangiz, shu chaqda chekime. Chekkanda bu o'lib o'lish uchun chekime. Men sizni tashlab o'tamanmi? Hech nima degili bo'lmaydi. Chunki birinchi muhabbatim tunji xotinim Xiroin, ikkinchisi siz deb o'chiq aytgan do'stingiz. İkisi başka gapda. Qisqasi, Xiroin chekkan odamda vijdon, g'urur, aqida, iymon degan narsa bo'lmaydi. Xumor tutqanda ko'ziga hech nima ko'rinmaydi. Xotin qizlarni so'lab berib, beshida qarab turishdan, hatto ota-onasini chilmab qiyin qilishdan yonmaydi. Men shunda qilamanmi? Puldan ayrilsangiz. Zulay bilan bo'lgan bu suhbat Qadirdan nomus o'tida o'rtab, ig'ir o'yla xuddi yelkisiga ortilgan tugman teshidek bosdi. Ras. Xiroin xumorning azobini hech nimaga o'xshatqilib bo'lmaydi. O'xshatishmi mumkin emas. Ehtimol, eng yuqori mubolag'a do'zax azobi bo'lishi mumkin. Ammo do'zax azobini kim ko'ribdi? Yoki boqiga rahmat qilganlardan birari u dunyo xabarini qildimi? Yo'q. Ketganlar ketdi. Xabari bo'lmadi. Yermo odam yeb zodi to'ymadi. Ras. Qadirdan Xiroin xumorining dahshatligini bir qatim his qildi. Texi umu haqdodiga yetmagan xumor edi. Ota-onasi, ochi inisi o'z ishlariga menish bilanlar. Hapala-shapala ishkimlardagi heliqi dorilarni elib, xumor azobining oldini oldi. Bo'lmasa, uy ichida qiyoqas cho'qin ko'tarilib, engrab cherqirab, o'zini taraf-tarafga etib, to'mir karvat, tamlog'i usib, og'zidan pujildab ko'pik qaynatib, o'lmay turib do'zax azobini tatgan bo'ladi. Bu vaqtda ota-onasini bo'g'izlab o'tgan. Oiladagi narsalarni setib, ro'zg'orni to'zitib o'tgan. Xotin qizlarning ipitini setishga majburlagan misollar ozmi? Ras. Qadirdan puli bo'lg'achqa bundoq rasvoyi olam bo'lib boqmadi. Qadirdanning xiyoli pulga kelib taqalganda dahshat iztirob bilan cho'chib ketdi. Cho'chimay, qo'rqmay mumkinmi? Hozir kirim yo'q. Chiqim bo'lsa, xuddi ozmidan ko'krab tushib, nalargadir g'oyib bo'layotgan eriq suydek daqiqa minut sira eqib tugamoqda. Bankadagi pullar sanoqliqli qoldi. Xotandagi 3 qo'ra joy, mashina, necha 100 minglik pul, tavka, 3 barmoq, g'altak laqamlik qimorvozlarning to'ymas, dog'ur kalvasiga tushib g'oyib bo'ldi. Hozir Xiroinning bahasi o'rlab 1 grammi 500 so'mga chiqdi. Qadrdonga kuniga 1000 so'mlik cheksa kifoyi edi. Lekin kuniga 2000 so'mlik Xiroin olmasa, qizini zo'r tengib, Xiroin tamasida bo'lgan Abo Bakra qizining qizlig'ini qaytirib deyishdan yonmaydi. Bu Xiroin chekuvchilarning o'rtaq nomussiz xarakteri albatta. Hozir Qadirdonga ish ovqat ziyon qilgani bilan o'yin tomosha to'limi xil keladi. U har kuni musofir mehmonxonasining 5-qavatida har xil qimor turida o'tirayotgan pulimi oz emas edi. Texe, ikki xotindan xufiyan tutadigan o'yinlar uchun elib qo'ygan yotqiga har kuni odam yotmasimi oyda 1800 so'm to'lab turadi. Qadirdonning bankadagi pullarining hisoblab ko'rib, qo'rqib, andishi ichida qolgani shu vajdan edi. Vahim ichida qolgan Qadirdon tuvsiz xiyol, telginsiz g'am ilkida qachonlarda uxlab qolganligini bilmadi. Lekin o'jirning deriz to'zil anglangan O'smarxonning xirqirgan ovozi uni cho'chitdi. "Zulay qizim,
Hay Zulay kızım, uygandın mı? He ana, bir iş var mı diye? Kadirdan pakiz yuyunup, mehmanxona kirsin, gappa. He ma'qul ana. Kadirdan bilan Zulay tillarini chiqarib o'rinlardan turdi. Zulay çaydandan cüvünge suv tangshab, ishkarki qoznaqqa akirib qo'ydi. Kadirdan yuyunib bo'lishi bilan Zulay uningga bir qo'r yemi ish kiyim sunib berdi. O kiyimlarini almashtirib chiqishi. Zulay uningga esilib turib so'ydi. Yana uning qo'liga pichirlab. Anamning ochiqini keltirib qo'ymang a? Bo'lmasa bundaq fursatlarga erishmagimiz tez. dedi. Qadirdanmi? Xotirjam bo'ling. Jenimdan boshqasiga ma'qul deb turma. Bilqut Lazin Zulayni xotirjam qilib o'jirdan chiqib ketdi. Qadirdan mehmonxonaga kirganda O'snarxondan boshqa hech kim yo'q edi. Kandidat kuyovul xuddi o'rniga siyib qo'ygan boladek xudiksinib, g'ilpol qarg'anicha sipoyigarlik bilan divonga kelib o'tirdi. Bo'lg'usi qaynona uningga qarchig'idek tikildi. O, tova, Xudoying ko'rmunimi? Mushundoq so'ymi qo'nglarga omad ochqishini tutqizib qo'yganini ko'mandilar. Bu divan qadriga yaschu kashki deganlarni ko'ngildan o'tkazdi. O'snarxonning yuziga so'qilgan bulutning jodun chopqinsiz o'tmaydiganligini bilgan Qadirdan uning ishib qolgandek sop-seriq yalpi yuzining borg'ansir so'rlik tutilayotganligini ko'rib tini aymandi. O'tirgan yerda to'gilibli qoldi. Lekin bulutlar tarqalib, kun o'sin ruxsarini ko'rsatgandek O'snarxonning chiroyimi bara-bara qish quyoshidek ilmonlashdi. Mundaq ishdi balam. O'snarxon oldin tishlagan gaplarini ehtiyot bilan dedi. Guangzhoudagi qizim Axtarnisa Singapurdan kirgizilgan sopliqi 99 da 99 bo'lgan oq oltinni so'zishib qo'yibdi. Dasmay qancha ko'p bo'lsa, foydasini necha 10 hassa ketildigan. Shunga balam. Bo'lsa 500 ming. Bo'lmagandimi 3-400 ming so'm pay qassang. Bir necha oy ichida 10 necha barobar foydasini ko'ratdim. Bu bak ipidi kelgan o'qitgan ana, dedi Qadirdan. Bu suga 500 ming emas, 1 million bersam bu arziydi. Hozir Yoqub hojim, Xolmat qorim va boshqalarda 300 ming so'mdek pulim bor. Ularning qachon berishini natoyin. Hozir bankada 200 ming so'mdan salbi oshqidek pulim bor. Shunga parchisini xarajat kelib qilib 200 mingni bersam ozliq qilib qolammi? O'snarxon Qadirdanning chiroyiga qarab, uning yolg'on aytmaganligiga ishondi. Demisimi, u hozir ish ovqatni tashlab, barini yunib yeyotdi. Bekor yetib yesa, albatta tog'ni to'shimaydi. Hatto o'g'li Asad chig'da uni so'likdek sho'rayotdi. Bo'pti bola. 200 mingni 1-2 kun ichida tayyorlab qo'ygan, dedi O'snarxon o'rnidan turib. Ammo Guangzhouga ikkimiz birga boramiz. Sen Axtarnisaga yordamlashmasang bo'lmaydi. Qadirdan mehmonxonadan chiqib, Zulayga xo'jayin Yavni senda to'xtamdagi puldan ozroq qilganligi, shuni olg'ili Doxiyanga bordiganligini aytdi. Qadirdandan gumon qilib yuradigan Zulay uning chiroyiga gumon bilan uzun qarab ketdi. U ishonmagandek taraffuzda. Kech qaytib kelasiz? deb so'radi. Qiziqkansiz, dedi Qadirdan tamkin qiyofatda. Burunqidek tayyor mashinam bo'lsa, agar kech qolsam, yon xo'jayinning uyida qo'nib qolaman. Qadirdan mehribonning qishida qo'nib qolg'idek bo'lsa, paloni shirkat boshlig'i, ishkirdan kelgan qoq sodigiri yoki pustoni sayg'uygan og'inamnikiga boraman deb Zulay bilmaydigan odamlarning ismlarini deydi. Chunki bir ikki qatim Yoqub hojimning uyiga bordiganligini deb berganda,
Zulay şu günüla dajaygo'ga berip eniqlab keldi. Qadrdonni bakmi o'sal holga tushirib qo'ygan edi. Mana bugunmi Dahiyanga bordiganligini aytib, do'stlikdagi uyga keldi. Qavatli xo'shal bo'lib ketgan Mehribon darhol uning beshidagi ko'rpi quloqcha paltolarini soldirib osqiga osdi. Qadrdon tozliq uyga kirib, obi dasidek yuzlarini yuvib bo'lguncha uning orqasida lungin tutib turdi. Ondan tayyor qo'rib qo'ygan unda birdamdil bir taxsa holva qilib, qeniq damlangan choy bilan yumshoq non akilib qo'ydi. Holva bilan choyda qo'sqingizni aldab turing. Yangi piltiba sizga oysib beray. Kech bo'lib qoldi. Bir nima yemagansiz? Men kelsamda sizni o'ltoq qilib qo'ydim. Nima deganingiz bu? Men yotadan bo'lmasam. Qarang sizni. Qadrdon xijillik ilgari kulimsirdi. Gapimni nima gap qilyapsiz? Gapingizdan chiqib turmamdi. Mehribon metchil yig'lab etdi. Rastlaysiz. Zulay o'z men bo'lsam yop shundaqmi? Mehribonning nuroniy ko'zlaridan eqiyotgan yoshlar qizni go'yo echilayotgan gulga o'xshatib qo'ygan edi. Bir xil iç ağırtışdan kelib chiqqan omroqlik qadrdonning yuragini etishtirib etdi. U darholla Mehribonning qo'ldan tortib yeniga o'tirg'izdi. Shuningmi yig'lash ketanda? Qadrdon qizning yuzidagi marjandek yoshlarni surtdi. Siz davomli Zulayning ismini o'zingiz chiqarib, o'zingiz yig'laysiz. Men sizga qanchilab degandiman? U degan majburiyat. Siz bo'lsangiz ko'nglimdan yaxshi ko'rgan ayolim. Davomli ashundaq deb meni bazlaysiz. Ammo kim biladi? Sizmi gumonxo'r bo'lib qolibsiz-a? Qadrdon quchqidagi Mehribonning burnini chimdab qo'ydi. Agar mening niyatim durust bo'lmasa, siz bilan nikoh qilmoqchi, Zulay bilan bo'lgan ishni demagan bo'ladi. Sizni aldashga yurgim chidamay sizga dedim-ku. Agar shu chog'da qo'shilmagan bo'lsangiz, sizga bo'lgan mehr muhabbatimni yuragimga dafna qilib o'tgan bo'lardim. Bo'ldi qiling. Ularni bilma. Mehribon villada ichirdi. Ras, Xotandan qachon keldingiz? Qatnash bektidan udulli kelishi. Aldimang. Ko'zlaringizdan chiqib turadi. Voy raslavatma. Emsa bugun mashinamizning go'r kirishini anglamadim-ku. Mashinani o'g'ir oldi. Nima? Mehribon o'rnidan dast turib ketdi. Meni qo'rqitmang. Xotanda qo'ydigan ya yo'q. Ko'cha to'xtatib qo'ygan edi. Qadrdon Mehribonga qarayolmadi. Atiganda chiqsam yo'qtirdi. Qadrdon Mehribonga 2 kun hamroh bo'lib, 3-chi kuni O'snarxon jannat ne'matlari oshxonasiga ketdi. Ammo shu kuni u Zulayning yig'lab qoqshig'iniga baxmay, qandaqdir bahonalarni ko'rsatib, do'stlikdagi uyga qaytib keldi. U Әтсі әтігерліге O'snarxon bilan oq oltin sodisi qilish uchun Guangzhouga mangdiganligini aytib, Mehribonga turmush xarajati uchun 3000 so'm berib chiqib ketdi. Oqko'ngil Mehribon uni ko'chagacha uzatib chiqdi. Oq yo'l bo'lsin. Xudoyim omonlikni yor qilsin. Mehribon erining bo'yniga esilib, unsiz yosh to'kdi. Belqut shirkatida ovozga elinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Xinjiang xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atidagi anglashimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib berib, saqlab qo'yishni tavsiya qilamiz.